Assalamualaikum hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Batman bozorda 5 etajli domimizda 3-etajında hurmatli obunachilar. Gaz, suv, svetdan problemasi yo'q, toza dom hurmatli obunachilar. Podizlar ham akkuratni. Joyimiz oddiy kanalı, yine podiz qismlari oyoq telamramir. Her etajda 2 xo'jalikdan ekan. 3-etaja chiqsak esa Neyse 3. etajımıza yetip geldik hürmetli yurttaşlar. 3. etajında 2 kanalı kvartiram satılığa çıktı. Hürmetli yurttaşlar, yine işlerim zamanəvi yaxşı sifətli işlerden koyulan. Bismillahirrahmanirrahim. Girgenimizin çap kolumuzda sanuzelimiz, spannemiz, salımız, kuxnimiz joylashgan hürmetli abla. İçinde barcha cihazlar qaladı. Arzon bahada 2 kanalı toza domdan kvartiram satuğa çıktı. Kuxnidan başlayda olsak, kuxnimizda mebellerim var, gaz plitasi. Yine kotelimiz ham ajoyibundan joylashgan. Yine reduktorlar ham ajoyibundan qo'yilgan. Joyimizda dimoxodlar ham bor. Yine mebellar ham hamma narsasi bor hurmatli obunachilar. Suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. Mestasi zo'r. Arzon bahada hurmatli obunachilar. Bunning nozi toza domda tayyor kvartira yo'q. Yine yan taraf spannimiz yoki zalimiz aytib qo'ysangiz ham bo'ladi. Aynalari akvayna, kirpichni dom. Devorlarimiz fonda turibdi. Ajoyib, odam yashamagan. İşlerim zamanəvi yaxşı işlərdən. Bahasam zor bahada 255 milyon so'm hurmatli obunachilar. Ben tarafimiz zalimiz yoki spannet qo'ysangiz ham bo'ladi. Aynalar akvayna, ullu tushgan aynalar. Bir de kondisioner uchun rozetka ham tashlab ketganlar. Televizorlar ham hamma narsasi bor. Samsung televizorlar qo'yilgan. Antennasilar ham kelib turibdi. Ayoq telamiz parketli pol hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Yana xonadonligi ajoyib bundan mebellar ham qo'yilgan. Yan taraf sanuzelimiz, yine simistitlar ham yaxshisidan ochilmay paketda turibdi. Hurmatli obunachilar, mumtoz kirmashi dizaynasi ham bor. Joyimiz toza domda ve de rakovinasi joylashgan. Joyimizning puli 255 milyon so'm hurmatli obunachilar. Pastdagi telefonlarni tilib urib bog'lanishlaringiz mumkin. Ustunda yana kelishtirib beradilar xudo xolasa. Sog' olun, salomat olun. Kanalga obuna bo'lishdan chiqmasdan hamma shunday joylarda olib yashab o'tirish nasib etsin.